Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Deganda yigitlar alik olib qo'yish kerak. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Chunki sizlarga yaxshilik bo'lsin, tinchlik bo'lsin, Allohning rahmati bo'lsin, barakoti bo'lsin degan odamga javob qaytarib qo'yish kerak. Bu islomimiz odobi. Islom bilasizlar, Allohning dini, dinning nizomi, tartibi, intizomini Alloh tuzgan. Shuning uchun musulmonman degan inson, hali bizda bir gap bor, gapingga javob ber deydi-yu. Musulmonman degan gapiga amalda javob berish kerak. Amalda javob berish nima bilan bo'ladi desa, o'sha Xudosi Allohi dinida nimalarni taklif qilgan bo'lsa, u yoqadimi, yoqmaydimi, ma'qul keladimi, kelmaydimi, shuni bosh ustiga qabul qilish kerak. Shuni nomini islomga taslim bo'lish deydi. Taslim bo'lmaganlarni Alloh yoqtirmaydi. Mana sizning gapingizga kirmasa, kimdir yoqmaydi, menga ham yoqmaydi. Misol, yo jiyanim, yo bolam, yo shogirdim, yo ishchim, yo kimdir men buyruq beradigan odam, agar bir ishni buyursam, sal yuzini o'zgartirsa ham men achchig'im keladi, so'kaman yo nimadir qilaman. Shuni singari Allohning gapiga kirmaganlarni ham Xudo yomon ko'radi. G'azab degan narsa bor arabchasiga, o'zbek tiliga olganda achchig'i keladi degan. Alloh rozi bo'ladi, norozi bo'ladi degan so'z bor bilasizlar. Ya'ni Alloh xafa bo'ladi. Ya'ni o'ziga itoat qilmagan bandasi bo'lgan Xudo o'zi yaratgan, jon bergan, yuhi, hayot bergan, yumitu, o'sha hayotga tochka qo'yib o'ldiradigan Alloh bo'ladi. Ya'ni hayotni, jonni bergan Alloh o'ldiraman deydi. Men joningni olaman deydi. Shu e'tiqodda mahkam bo'lgan odam bolasidan qo'rqmaydi. Nimaga? Chunki sizga jonni men bermaganmanmi? Menga bas sizni joningizni olish. Siz menga jon bermagansiz, sizga bas meni jonimni olish. Alloh xohlagan kuni tug'ildik. Endi Alloh xohlagan kuni o'lamiz. Tamom. Agar Alloh qo'ygan chislo kelmasa, mashinada yonib ketadimi, o'zini osadimi, yo kislota ichib yuboradimi, nimadir sabab bo'lib tirik qolaveradi. Chunki 18 ta pichoq o'lmagan odamni bilaman men. 18 marta tiqilgan, o'lmagan. Nimaga desa, endi meditsina aytadi, o'tib ketib qopti, suvakka tegib qopti, jigar tagiga o'tibdi, yurak yonidan o'tib ketdi deydi, sabablarni aytadi-yu. Lekin oxirgi bitta xulosa, Xudo uni o'lishini xohlamagan. Tamom. Chunki Alloh xohlaydi bo'ladi, Alloh xohlamaydi u bo'lmaydi. Alloh xohlagan ishni bandalari to'xtata olmaydi. Alloh xohlamagan ishni bandalari qila olmaydi. Biz Allohni shunaqa buyuk Alloh. Allohu akbar degan so'zni sizlar ham aytasizlar. Allohu akbar, Alloh buyuk zot. Alloh shunaqa buyuk zotki, valam yakullahu kufuwan ahadun. Xudo Qur'onda aytgan, hammalaring meni yodlagansizlar, Ixlos surasini, jijiligimizda yodlaganmiz, go'dayligimizda. Endi yoshligimizda qulobil ahad deb o'qirdik, keyin o'qib olganmiz. Qul huvallohu ahad deb. Shuni oxirida Xudo aytadiki, valam yakun lahu kufuwan ahadun. Unga deb Xudo o'zini aytadi. Ya'ni menga deydi, hech kim kufu teng kela olmaydi deydi. Shu buyuk Allohning dinida biz Alloh Qur'onda men sizlarga islomni din deb rozi bo'lganman deydi. Islom dinidan boshqa dinlar botil deydi arabchasiga, o'zbekchasiga noto'g'ri degan. Ular din deb qabul qilsa-da, lekin Alloh uni qabul qilmagan. Chunki meni huzurimda eng haq din bu islom deydi. Alhamdulillah, o'zi islom dinida qilib qo'yganidan yuqori ne'mat yo'q. Dunyoda Payg'ambar alayhissalomning hadislari bor. Aytadilar, hadis payg'ambarning gapi.
Hadis payg'ambarning qilgan ishlari. Hadis payg'ambarimizni ko'rib turib, sahobalar men Rasulullohni ko'rdim. Mana bundoq qildilar, mana bundoq o'tirdilar, mana bundoq tahorat qildilar deb Rasululloh haqlarida gapirilgan gaplar ham hadis bo'ladi. O'zlarini og'izlari bilan gapirgan gaplari ham Rasulullohning hadislari bo'ladi. Ya'ni payg'ambar alayhissalom hadislarida aytganlarki, Alloh dunyoda hamma narsani hammaga beraveradi. Bu nima degani desa, pul, chiroy, avtoritet, kuch, shustriylik, uy, joy, mashina, boylik, mansab, uni hammaga beraveradi. Bu nima degani desa, mushrikka ham beraveradi. Ya'ni Xudoni yo'q deb dunyoda hozir 10 talikda turadigan bitta milliarder mushrik, molga sig'inadigan odam, butga sig'inadi. Endi men joyini aytmay qo'yay, mushrik, naturi mushrik. Lekin bitta soati 15 million dollarlik soatlari bor. Bir dona soat. Endi bitta soatiniki shuncha pulga olgan odam, endi mashinasi, unga bir narsa kerak bo'lsa, uni qanaqasini oladi, tasavvur qiling. Ya'ni payg'ambar alayhissalomda hadislari borki, agar dunyoni, Xudoni, narigi dunyoda Xudoni huzurida pashani qanoticha qadri bo'lganda, o'rni bo'lganda, deb his qiling, pasha chivinni hayolingizga olib keling, o'zini bas qanotini kerak bo'lsa ko'rinmaydi. Shu pashani qanoticha obro'si, qadri, o'rni bo'lganda dunyoni iymonsizlarga bir qo'ltim suv bermas edi Xudo degan hadis bor. Bir qo'ltim. Bu degani Xudoning huzurida dunyo, ya'ni kuch, pul, chiroy, mansab musram bas. Masalan, uyimizga musurni so'rab kelsa, dushmanimizga ham beraveramiz. Musurni so'rab kelsa, dushmanga ham olib ketaver deymiz. Eng yomon ko'rgan odamimizga ham. Ya'ni Alloh taoloning huzurida shu musirchaligan qadri yo'qligi uchun dunyoda hozir eng ko'p puli borlar Xudoni yo'q deydiganlar. Shu ham bitta ibratki, "Ey, ko'zingni och, ey banda, ey, o'yg'an, shuni deb bir-biringni bir narsa qilib yormagin. Hozir o'limlar tagida pul yotibdi. O'limlar tagida kibr yotibdi. O'limlar tagida mansab yotibdi. Aldov, bir-biriga zararlar, ozorlar, hammasini tagida, tubida qarasiz, dunyoviy bitta sabab yotadi. Yo mansab, yo bir-biriga kibr, yo pul, yo nimadir. Endi shu Xudoning ishorasi borki, "Ey, mana ko'z, mana yo'q" deydigan, kerak bo'lsa Xudoni ermay qilib nimadirlar deydiganlar dunyoda pul tomonidan liderlar. Bu Xudo bizni musulmonlarga ogohlantirgani bu. Xullas, hali hadis davomini aytib beray. Payg'ambar alayhissalom shu dunyodagi hamma narsani hammaga beraveradi. Fohishaga ham, qimorvozga ham, mushrikka ham, musulmonga ham, yaxshiga ham, yomonga ham beraveradi, berishni xolasa. Nimani bo'lsa beraveradi. Lekin bitta narsa bor, Alloh faqat do'stiga beradi. Siz bilan meni ham hech kimga bermaydigan narsalarimiz bor. Yaqin do'stimiz so'rasa, o'ylamay mashina deymiz. Mashinamizni kalitinimi? Yo oshna mashinani berib tur, sotaylik, bir muammo bo'lib qoldi desa, mashina sot deydigan darajada insonni do'sti yaqini bo'ladi. Rasululloh shuni aytadilarki, Alloh bitta narsani olib qo'ygan huzurida, uni faqat do'stiga beradi, yaqin olgan odamiga beradi. U iymon deganlar. Bolalar, shu yerda o'tirgan bolalar, hammamizda iymon bor-da, Xudoga shukr. Bu katta ne'mat bu. Buni pul bilan urushib, nimadir qilib qo'lga kiritib bo'lmaydi bu narsani. Dunyoda 5,5 milliarddan oshiq iymonsizlar bor, akalar. 2,5 milliard atrofida hozir mana 21-asrda iymonliklar bor. Bu degani alhamdulillah Alloh bizni ana 5,5 milliardni qatorida qilmadi. Ya'ni iymonsiz, mushrik yo bir kofir qilmadi. Uni o'zi yaxshi ko'rgan bandalarni qatoriga qo'shib iymonda berdi. Ya'ni eng asosiy baza bor, Xudoga shukr. İçimizdagi eng bir yomonimizda ham eng asosiy baza borda, alhamdulillah. Endi bitta katta problema bor, u bizi problema. Bizi muammo bor. U nima desalaring,
Alloh bizga do'stlikni e'lon qilib iymonni berdi. Xudo do'stlikni e'lon qilib bo'lgan bizga. Bizning muammo shu iymonga loyiq bo'lib yashash. Ya'ni Xudo bizga do'stlikni e'lon qildi, endi biz o'sha do'stlikka loyiq bo'lib yashash. Bo'ldi, boshqa muammo yo'q. O'sha Xudoning do'stligiga loyiq bo'lib yashaganlar jannatga kiradi. O'sha do'stlikka loyiq bo'lmaganlar jannatga kira olmaydi. Mana siz yomon ko'rgan odamingizni uyingizga, ofisingizga kirgizmaysiz. Misol men kirgizmayman. Bir narsa qilib yurib kirgizmayman, harakat qilaman. Endi nagli yo'qoldi bormasam ham, lekin harakat qilaman, yo eshikni ochmayman, yo bittasiga bor ketkizib bor deyman. Endi insonda bo'ladi-ku, yomon ko'rgan odami u uyimga keladimi, ofisimga keladimi, mashinamga o'tiraman deydimi, ishxonamga borib harakat qilaman kirgizmasligini. Nimaga men uni yomon ko'raman? Xuddi shuni singari akalar, Alloh yomon ko'rgan odamini, bandasini jannatga kirgizmaydi akalar. Nikak kirgizmaydi. U akaxon aytib qo'ying, alo deb qo'ying, eshikni ochsin, oldin ali metallarda alo bilan borilardi-yu. Aytib qo'ying, kirsin, stressdan kirib chiqish bir narsalar bo'ladi. U aqli o'tmaydi endi, u akaxon, talpa, oshna yo'q, tejaga borib kelaylik. Alo, u bir zotni zo'r gaplari bor-da, hozir rosa shu kurukka tushadigan gap. O'zi hamma musulmonga ham tegishli-ku. Men bu shu kurukka deganim, shu atrofda yosh yigitlar o'tiribmiz-da endi. Biz ham o'sha sizlar tug'ilib o'sgan joyda tug'ilib o'sgan bolamiz. Bir zotni zo'r gaplari bor. Xulosa qilsa, yaxshi ta'sir qiladi. Aytadilar-ki, dunyoga qandoq kelding bilasanmi deydi. Qip yalang'och kelding deydi. Ya'ni onadan tug'ilganda. Birov brend bir krossovka bilan tug'ilmagani, to'g'rimi? Qip yalang'och kelding. Ya'ni usti-boshing yo'q, yalang'och eding. Bir tiying yo'q, puling yo'q edi. Mansabing yo'q edi, kuching yo'q edi. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Endi ey banda deydi. Unutma deydi. Xuddi shundoq ketasan nari dunyoga deydi. Kiyimsiz, kuchsiz, pulsiz, mansabsiz. Lyuboyni G'assolning birinchi gapi bor, yechintir deydi. Mana nechta o'liydi, yuvishda, kafallashda qatnashgan bo'lsa, G'assol keladi-yu, nechida janoza deydi. 2, 3, 4, 5, 7. Deb qaraydi, bo'ldi, 10 takamda tayyor bo'lish kerak deydi. Davay kech qolyapmiz, olib kel 4 paqir suvni deydi, yech deydi. Hamma uni qip yalang'och yech deydi. Bitta latani kindidan tizakacha tashlaydi, qo'y suvni deydi. G'assol degani mo'yshik degan. Ya'ni odamni mo'yshigi. Yu deydi. Ani bizda pichiladi deydi, kapan pichyapti deydi. O'sha kapan ko'rsangiz, to'ylarda o'tinxona, qo'yxonalarda o'raydigan o'sha bo'z. O Misr paxtadan lata olib kelibdilar degan so'z ketmaydi. Olib kel deydi, o'raydi o'shanga. Birinchi so'z shu, birinchi qip yalang'och o'ladi. Hatto protest ishi bo'lsa, tilla bo'lsa olib qo'yiladi o'sha ham. Agar qo'yilgan tilla ochish bo'lsa, uni sug'urib bo'lmaydi. Chunki payg'ambar alayhissalom tiriklar nima bilan ozorlansa, o'liklar ham shu bilan ozorlanadi deganlar. Shuning uchun tirikka qanday hurmat ko'rsatilsa, siz o'lsangiz biz, men o'lsam sizlar, shuna hurmat ko'rsatishimiz kerak bir-birimizga, o'ligimizga ham. Ana endi deganim pulsiz kelodingmi, pulsiz ketadi. Mana masalan, onam o'tganlar, dadam o'tganlar, onamdan bitta ikkita taqinchoqlari qolgan. Bilarzingmi nimadirlar, sotsa 3-4 ming dollar bo'ladigan narsalari. Lekin sotmadik, qabrga billa qo'ymadik. Chunki bu isrof, bu harom bu. Agar mumkin bo'lganda dababga qo'shib turib yana qilardik kerak bo'lsa. Bu mumkin emas. Foyda ham yo'q birinchidan. Dadam vafot qildi, dadamda uylari qolgan. Uylarini o'ldim deganda 60 ming yo 80 ming dollarga olar edi. Sotib 8 pachkani o'sha kafanga qo'shib o'rab ko'mganimiz yo'q. Birinchidan ko'mish, unaqa qilish isrof harom bo'ladi. U foydasi ham yo'q. Hatto qabrda teshigigacha pul ishlaydi xolos. Devor uradi-ku. Shu urganda devorda bag'ida qoladi. Ko'ch, pul, tanish, shustiriylik, urushqoqlik, liboy qoladi. Endi qabrda ichida bu narsalar ishlamaydi. Keyingisi o'lik. Mamman deganlar o'ldi, misol kuchda ham, obro'da ham. Nima bo'lgan? Stalinlar o'lib ketgan. Stalinni kattalar yaxshi taniydi. Mana u o'lik qatta birovda, meni unaqa qilmagin, sekirot cho'miltirgin yo sekirot teshga tiqqin deyolmaydi. Quvvati ham yo'q, o'ldi u, tamom. Deganim, Xudo Qur'onda
innaka mayyitun innahum mayyitun deb Xudo payg'ambarimizga aytgan. Albatta siz o'lasiz va boshqalari ham o'ladi deydi. Boshqa bir oyatda hammang liboying o'lasan degan oyat bor Qur'onda. O'lmaydiganing yo'q deydi. Boshqa bir oyatda hammang o'limdan qochasan deydi. O'lgisi kelmaydi. Manman degani ham iltimos o'ldirmanglar deb baqirganlarni qulog'imiz bilan bo'lmasa ham 5-6 kishi eshitganini eshitganman. O 4-5tasi yiqitalmaydigani ham iltimos o'ldirmanglar deb borgan. Lekin o'shalar ham o'lib ketdi. Ajali ekan yetdi keldi o'ldi. O'lgan ham o'ldirgan ham qiyomatda endi javob beraveradi. Endi o'zi nima bo'lgan orasida endi qiyomatda Xudo o'zi razbor qilib oladi o'zi. O'zi chiroyli qilib razbor qilib, birovni haqqi birovda qolmagan va qolmaydi ham. Bu dunyoda qolishi mumkin. Ba'zi bir bezbetlarda, ba'zi bir haromxo'rlarda, ba'zi bir zo'ravonlarda, ba'zi bir hezalaklarda yo ba'zi bir qochoqda yurgan, pabeyda yurganlarda qolib ketishi mumkin. Lekin qiyomatda hech kimning haqqi birovda qolmaydi. Chunki Alloh men mendan zo'rman dedimi, libbo odamning haqqini olib beradi Alloh. Eng asosiysi shu qiyomatda Allohning oldiga borib lobma-lob kelganimda men nima deyman degan savolni berib odam orqaga qaytaverish kerak zadniga. Hani ba'zi birlarda shunday fikr borda, bizda zadni yo'q deydi, только period deydi. Yo'q. Eng katta xato shu yerda. Qachon musulmon odam zadniga beradi? Xudo qilmadigan ishda 100% Xudo qilmadigan ishda, misol men o'zim gapimga ham, tilimga ham javob beraman. Nimani qilmadigan bo'lsa, hammasiga sharoitim bor. Pulim ham yetadi, kuchim ham yetadi, duxum ham yetadi, liboyga yetadi. Mana shu yerda kim nima qilayotgan bo'lsa, kayf qiladimi, zino qiladimi, zo'ravonlik qiladimi, mashinnilik qiladimi, qumor o'ynaydimi, liboy bilan. Bu katta ketish emas. Inson qilgan ishni inson qiladi. Mana men ma'ruza qilalyapman, siz ham qila olasiz. Boring o'qing madrasada 4 yil. Mana mikrofonni beraman, qiling ma'ruzani. Odam qilganda odam qila oladi. Lekin musulmon odam har qanday vaziyatda u nafsiga yoqmaydimi yo birov bilan o'chakishganda ham Xudosi qilmadigan ishga shuni kelganda bo'ldi deydi. Shuni qo'lni ko'taradi. Kimga? Xudoga, bandasiga va Xudo bo'ldi, Xudo deb bo'ldi, xo'p bo'ladi deydi. Urushish harommi? Xo'p bo'ladi. Bu xo'p bo'ladi deganda kimdirlar noto'g'ri tushunar ekan uni. Yo eplanmadi, yo duxi yedi. Qaqa u tish ko'ylashdan oson narsa birovni urib qo'yish. Men tish ko'ylaysiz hozir ovqatimni tiqilib qolsa. Shundan oson narsa. Bu katta ketish emas buni. Qanaqa bo'lsa-ham qilaveringlar. Lekin Xudoyimizga qo'lni ko'tarishimizga xo'p bo'ladi Xudo. Zino qilmaymi? Xo'p bo'ladi. Sharoit ming xo'p bo'ladi, qilmayman. Harom yemaymi? Mashinnilik, qumor, yolg'on, aldov, xo'p bo'ladi. Agar haromdan pul topishga Xudodan qo'rqmaganimizda hozir boshqacha yashayotgan bo'lardi. Haromdan qo'rqilganligi uchun payg'ambar alayhisolamning gaplari bor, halol tomchilab keladi. Bu piyola to'ladi, sekinroq to'ladi. Harom sel bo'lib keladi, vajjat to'ladi. Yeganda ham ko'rdik, yedirganda ham ko'rdik va ko'raveramiz ham. Birovlarning haqqini yeganda ham ko'rdik, yedirganda ham ko'rdik. Birovning haqqidan qo'rqmaganda ham ko'rdik, qimorbozni ham ko'rdik, zinokorni ham ko'rdik, alkashni ham ko'rdik, narkoshni ham ko'rdik, zo'rini ham ko'rdik. Ba'zi biri o'lib ketdi, ba'zi biri jinni bo'ldi, ba'zi biri nogiron bo'ldi. Alloh unutmaylik bolalar. Shu siz bilan meni yo'qdan bor qilgan Alloh dinida nimanidir qilmadi dedimi, ey akalar? Qilmadi, zapret qo'ydimi? Biling, dunyoda undan yomon ish yo'q. Xudo eng yomonini biladi va bizni qaytargan. Nimaga? Bizni yaxshi ko'radi Alloh. Shuning uchun zino qilma, spit o'lasan, spiliz o'lasan, xor bo'lasan, sharmanda o'lasan, yo siyomka qilib montaj qilsa, tayyor sog'in sigir bo'lasan deydi Xudo. Shuning uchun qilma buni deydi. Kayib qilma dedi. Nimaga deb o'ylaysiz? Siz kayib qilsangiz, malka, siz narkosh, yana bittasi bir narsa bo'lsa, Allohimizga zarar bor deb o'ylaysizmi? Siz bilan mendan zo'ri ham Allohga zarar bera olmaydi. Lekin Alloh bizni tuqqan onamizdan ko'ra yaxshi ko'radi. Millionlab ziyoda
yaxshi ko'radi va Alloh har bir ishda avvali va oxirini biladi. Shu narsalarda oxiri to'pikligi uchun u kayf qilma dedi. Qumorda oxiri to'pikligi uchun u kayf qilma dedi. Oldin bermaganda o'ldirib yuborishardi. Oldin. Biz yoshlik davrimizda haqiqatda o'ldirib yuborishardi. Buna voqealar ko'p bo'lgan. Lekin hozir ham shunga boradigan holatlar bo'ldi va bo'lyapti. Lekin juda ko'p men o'zim taniydigan oilalarda dadasini kapanga doqib yubordi, o'sha kerak bo'lsa bundan artalmaydigan bolachalar. Dadasini kapanga doqib yubordi. Ha bizni dadamizni, onamizni bizni oyoqqa turg'izgungacha bo'lgan qiynalgan yetar endi bo'ldi. Endi biz otamizga, onamizga endi problema olib kelmaylik. Endi nabarot bizni qiynamasdan katta qildim. Endi biz ham ularga qiynamaylik. Endi ular qarab, endi biz rohatimizni ko'raman deganda uchastkoi baqa keling deb dadamiz chaqirib tursa, to'rttasi kelib dadamizga baqirib tursa. Shuning uchun ikkita farzand odatda ikkita narsani uyga olib kelar ekan. Bittasi padaringga la'nat, ikkinchisi otangga rahmat. Bu padaringga la'natni birov bekordan gapirmaydi. Men qanaqadir o'tkazib yuborsam, yomon ish, zarar, ziyon, ozor, nimadirlar qilsam, oxiri meni aytadi-da. Padar bu dada bu. Padar bu ona bu. Padaringga la'nat degani dadang bilan onangga Allohning la'nati bo'lsin degani. Sig'diralasizmi shuni? Ani buyini degandan yomon bu. Hali buyini degan oqtarib yuradigan bolalar bor. Svitoyimdan keldi, gapiga javob bersin, so'kinib o'lsin. Shariatda so'kingan odamdan so'rab ol degan joyi yo'qmi? Ha, yo'q. Buyindan kelganga buyusidan kelib so'kin degan joyi yo'qmi? Ha, tek qo'y deganmi? Bo'ldi, tamom. Agar so'rab ol deyilganda u boshqa masala edi. So'kinaversin mayli, lekin undan ko'ra yomon gapga nimaga bu darajada qattiq turmaymiz? U nima edi? Padaringga la'nat degan so'z. Ya'ni mana sizga nima yoqmaydi? Mana siz bir tiyinga olmay qo'lim uchun bersam, yo men bilan biznes ish qilsangiz, nagli sizga xiyonat qilsam, yo aldasam, yo yolg'on gapirsam, sizga yoqmaydimi? Yoningizda yetalab yurgan ayolingiz, qizingiz, singlingizga go'laysam yoqmaydimi? Onangizdan kelsam yoqmaydimi? Gapirib turib qoqsam yoqmaydimi? Sizga yoqmagan ishni oshna bizga ham qilmang o'sha ishni. Hezalaysiz, gapirib turib urib, yiqitib qo'yib katta ketadigan qo'shtirnochiligi hezalaylar. Qo'rqoq oldib mush ko'tarardim. Nimaga aytganda o'ylaysiz biz bobolar? Mujik bobolar o'shalar bo'lgan biznikilar. Shu bobolarimiz erkak bo'lgan shular. Bekorga bu aytmagan bu maqolda. O'tirib chilimni chekib aytishmagan bu maqolda. Qozonga yaqin yursang qorasi yuqadi, ilonni bolasi ilon bo'ladi, chayonda bolasi chayon bo'ladi, baliq boshidan ayniydi degan gaplar chilim chekib kayfda aytishganda o'ylaysiz. Nabarot, taqvodor, ziyolik, olim bobolarimizni maqollari bular. Bugun bir zotli gaplari bor-da, Xudo qilmadigan gunohlarni kulib, maqtanib qilganlar yig'lab xor bo'lib do'zaxga kiradi akalar. Lekin Xudo qil degan chiroyli ibodatlarni siniqlik bilan, ko'z yoshlar bilan qilganlar gerdayib, go'rdek kulib jannatga kiradi degan. Mana shu 5 yil, 10 yil, 20 yil orqaga qayting, mana bunday qaytib ko'ring. Endi sizlar ko'plaring yoshsizlar, eslanmaysizlar endi. Bu birov yaqiniga borib ko'risha olmaydigan odamlar. Hozir birov qo'lini ushamaydi, qo'li bermaydi birov. Ko'rishmaydi. Xudo shuni xorlab qo'ydi. Xudo obro' beradi, pul beradi, kuch beradi, avtoritet beradi, kibrlanib birovni bir tiyinga olmay qo'ydi. Mana hozir kuchini oldi, avtoritetini oldi, pulini oldi. Mansabini oldi. Birov bir tiyinga olmaydi. Xudo xorlab qo'ydi. Aka, bo'yimizni kuchimiz ketadi. Mana masjidda 30 yil oldin birovning yoniga bora olmaydigan bolalar ham o'tiribdi. Tavbasini qildi, Allohga nakallayni o'tirdi. O'tiramiz Allohimizga. Lekin ilohim o'sha kunda harom qilsin, inson zotiga o'tirmaylik nakallayni. Xudoga tizzalaylik. Mana hozir nakallayni o'tirib shom o'qidik Xudoga. Faxr biz uchun bu. Mayli shimimizni tizzasi chiqsin. Mayli tizzasi kirib bo'lsin, mayli orqasi g'ijim bo'lsin. Faxr bu nakallayni. Lekin bugun hayotimda mendan ko'ra yaxshiroq bilasizlar. Mendan ko'ra chuqurroq bilasizlar. Bugun hayotda nimalar bo'layotganini. Xiyonatlar, zinolar,
Birovlarda ayolini, qizini, xotinini yo'ldan uraman deyotgan krisalar. Kim bular? Ha, zino bu qarz deyilgan. Shetda bo'lsang, sen qaytmaydi deb o'ylaysanmi sen? Shetda agar bo'lsa shuna bolalar. Ha, senga o'xshagan bitta tushunmagan bo'lsa ham bitta erkak, bitta vatandoshing, iymondoshingni singlisi yo xotini, yo opasi, yo singlisi. Payg'ambar alayhissalomning oldilariga kelib, bir yangi islomga kirgan odam hammasini qilaman, roza tutaman, namoz o'qiyman, hammasini qilaman, kayf tashlayman, bo'ldi. Lekin ey Rasululloh, menga zinoga ruxsat bering deydi. Zinoga ruxsat so'raydi. Endi tushunmaydi endi u payg'ambar qiladi, qilib beradi deb o'ylaganda, "Ey, bu Xudo qilmadigan, bu mumkin emas" deb Rasululloh savol beradilar. "Oning bormi?" deydilar. "Ha, onam bor." "Sening bormi?" "Bor." "Xotining bormi?" "Bor." "Oping bormi?" "Bor." "Amma xoling ha, amma o'sha bizga tegishli bo'lgan ayollar unda ham bor ekan." Shunda Rasululloh qarang javoblarini. Shu senga tegishli bo'lgan ayollarni birortasi bilan bir erkak shu ishni qilsa rozi bo'lasanmi dedilar. Shunda haligi odam endi iymonga kirgan, "Ey Rasululloh, tavba qildim, bo'ldi, bu ishni qayta qilmayman" deydi. Ha, bugun nimalar bo'lib ketyapti akalar? Endi qo'polcha bir откровенniroq gapiraylik. Itarayotgan ham musulmon, itarilayotgan ham musulmon. Yo'ldan urilayotgan ham musulmon, yo'ldan urayotgan krisalar ham musulmon. Uyda to'qsa xatmi qiladi. Uyda o'lim bo'lsa do'ppi kiyib turadi. Aldayotgan ham musulmon, aldanayotgan bechora ham musulmon. Kalta yeyotgan ham musulmon, urgan ham musulmon. Akalar, yer Xudoga aytargan, "Ey Xudo, men bo'ldi, bandalaring ko'tarmayman men. Maydalanib ketaman dirka." Xudo biladi, so'raydi, "Nimaga dirka?" desa, yer aytar ekanki, "Meni ustimda bir musulmon ikkinchi musulmonni qonini to'kiyapti. O'rgindan qo'rqib, turmadan qo'rqib emas, bu ishlarni to'xtatish. Allohdan qo'rqib bo'lsin. Allohdan qo'rqib bo'lsin. Nasha ekmaslik o'rgindan qo'rqib emas, Xudodan qo'rqib bo'lsin. Turmadan qo'rqib emas, Xudodan qo'rqib bo'lsin." Nimaga? Unutmaylik, Xudo nimani qil dedimi akalar? Xudo so'rab oladi. Mana shuni so'rab oladi desa bo'ladi. Siz mendan, men sizdan so'rab olmasligimiz mumkin nimanidir. Xudo libboydan so'rab oladi. La tus'alunna degan, albatta so'ralasan degan. Kim so'raydi? Xudo so'raydi. Qil degan ishlaringda bilmaydiganlaring yo'q, hammalaring bilasizlar Xudo nimani qil degan. Xudoyingiz, Robbingiz, Allohingiz. Meni ham Alloh. Namoz o'qi, jumaga bor. O'zingga kerakli bilimlarni ol, dadangga, onangga chotki qara. Ko'chada svitoy deb publikaga o'ynaydi, uyga kirsangiz onasiga baqirayotgan bo'ladi. Men publika deyman shunaqalar. Uyda otasiga, onasiga sharoit qilib bermaydi, komfort sharoit qilib bermaydi. Ko'cha deymish, busidan kesaymish, undan so'rab olsam, so'rab olmasaymish, minus bo'larmish, minusinga san, shunaqalar. Sen kimsanki birovga minus plus qiladigan? Kimsan sen? Siz kimsizki, men kimmanki sizga minus desam nima bo'ladi? Xudoni minusidan qo'rqaylik akalar. Xudoni plusiga harakat qilaylik akalar. Qil dedimi so'raydi. Mana bugun jumamidi? So'raydi. Bording, bormading so'raydi. Shomdan so'raydi, asrdan so'raydi. Peshindan so'raydi, bomdoddan so'raydi. Xufton endi bo'ladi. Bo'lib qoldi ham xufton. So'raydi. Uylandingmi, xotindan so'raydi. Xotin omonat, Allohning omonati. Xiyonat faqat xotinda bo'lmaydi. Xotinga emish bitta SMS kelib qo'ysa, tamom, urgan, so'kkan, dadangni chaqir. Birinchidan bu SMS qana keldi, adashib kelib qoldimi, nima bo'ldi? Geroy, sen qilib yurgan zinoing hali qaytgan yo'q, hali geroy. Bitta oila kelyapti. Qizni hali haqiqiy talpada bo'ladi, mana gematoma bo'lib, qorayib, o'ng qo'lda urgan bo'lsa, mo tomoni. Hali qizni men setgan ichiga chiqib urush chiqibdi deb o'ylabman. Eri uribdi, mana shu bizning territoriyada bo'lgan.
Men adresini to'g'ri aytmay qo'ying. Keyin so'radim. Kiyovmish shu domda yashar ekan. Domda qarasa, kelyapsa, pardadan kelin ko'chaga qarab turgan bo'lgan. Kirib qoqqanlar. Nima bo'ldi qarasa? Nima bo'ldi qarasa? Mana savol, kim ichimizda eng taqvodorman, men Qur'onni teskarisiga o'qib tashlayman deydigan. Qani aytsinchi, nima bo'ldi qarasa? Nima bo'ladi? Akalar, Payg'ambar alayhisalom hadislari bor, gaplari bor, eshitaylik. Agar san deydilar, bizga aytadi erkaklarga. Agar san o'zingga tegishli bo'lgan ayollarni begona erkaklardan qanchalar pokiza bo'lishini xohlasang, san o'zing begona ayollardan shunchalar o'zingni toza tut. Yana ham Xudo saqlayapti akalar bizni. Bu yeyotgan qandlarimizga, go'layishlarimizga, yozishayotganlarimizga, yo mashinada yo atta-batta qilayotgan ishlarimiz yana ham какой привет, такой ответ bo'lgan yo'q. Xudo saqlasin. O'zingga o'xshagan qiz uchraydi uylanganingda desa, ma'ruzalarda bolalarni ko'pini ko'raman, bunday qiladi kallasin. Nimaga deb o'ylaysiz? O'zini yeb yurgan qantini biladi-da. Endi savol, mana shu ichimizda eng rasvo boladan 150 tasini qo'lidan o'tgan, yemagan, qand qolmagan qizni xotin qila olasanmi deydi? Yorvoradi shu gapga. Ras shunaqami? Endi akalar, qandoqasiga pokiza qizni nopok bolaga Xudo beradi? Yoki nopok qizni pokiza bolaga qanday qilib Xudo beradi? Bermaydi. Xudo Qur'onda poklar poklarga degan. Yomonlar yomonlarga degan. Shuning uchun tavbani kechi yo'q. Hech ham Allohning oldiga betavba borib, nursiz borib, itoat qilmasdan borgandan ko'ra hozir, bugun xulosani qabul qilib, o'nalmoqchi bo'lsangiz, kurukni o'zgartiring. Kurukda ish ko'p. Hali qozonga yaqin yursang qorasi yuqadi degani, qoradan murod bu qozon haqidagi maqol bas akalar. Qora qozon degani yomon bolalar degani. O'rtoqlaringga nazar solinglar. Zinokor, qumorvoz, urushqoq, kayib qiladigan, g'iybatchi, mayda gapiga javob berolmaydigan, kazyol, krisa sifat bola bo'lsa, yo o'naylik, yo yo'qalaylik o'shanda. Unga yo'qaldi, siz qo'pol tuylar, o'yisini yo'qib qoling. Shunday yo'qib qoling. O'nalgimiz kelyaptimi? Yo'qotish kerak. Yo u o'rtaqda o'naylik, qora qozonni oq qozon qilaylik, yo sekin ketaylik. Sabab bolalar qabrdagi voqealar, qiyomat kuni va qiyomat kunidagi haqdagi gaplar bu to'qma obraz emas akalar. Sizni va meni yo'qdan bor qilgan buyuk Allohu akbar bo'lgan buyuk Allohimiz aytgan, "Ey qiyomat haq. Ey qiyomat bo'ladi. Ey bandam, tarozi qo'yaman. Tarozida amallaringni men bitta taroziga bir pallaga hayotimizda qilgan yaxshi ishlar, hayotimizda qilgan yomon ishlarni ikki pallaga bittadan qo'yib, Xudo Qur'onda aytadi: "Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah." Kimi yaxshi amallari og'ir kelsa, u jannatga kiradi. "Va amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya." Kimi agar yomon amallari og'ir kelib, yaxshi amali kam kelib qoladigan bo'lsa, albatta kim bo'lsa ham deydi. Hojakami, domlami, qorakami farqi yo'q. U domlaga, hojakaga, qorakaga do'zax yo'q degan joyi yo'q. Kim bo'lsa ham deyapti. Tarozisi gunohi og'ir kelib, savobi yengil kelib qolsa, u do'zaxga tushadi deyapti akalar. Shetdan qo'rqaylik. Mana iminda shetdan qo'rqaylik. Men harom ishlarimni shundan qo'rqib tashlaganman. Endi nima harom ishlarim bor, o'zim bilaman, Allohim biladi. Mana 3-4 o'rtoqlarim biladi. Oldingi maktab 23 o'qiganman, birinchi, keyin 1da o'qiganman. Shu boshqa narsa u o'ldiradi, tiqadi, so'yadi, qamaydi, bu narsalar to'xtatolmagan. Do'zax,
Xudo norozi bo'ladi, do'zax abadiy, atdan chiqib ketib bo'lmaydi, qutulib bo'lmaydi degan narsa qo'lni ko'tartirgan. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Nima desa desin, nima desa desin, u siz kimsizki, gapingiz nima bo'ladi, men kimmanki, gapi nima bo'ladi. O'sha quruqda yurgan bitta bola o'sha yomon ishni qilib olmasa darvodan, domlani yoqma. Kerak bo'lsa tavba qilganda izdivatsiya qiladigan bolalar bor. Kecha demaydik. Kecha bas, hozir mana. Hozir mana shu yerda hali zaksga qana borib keldilar misol. O'sha bola tavba qilib bo'ldi, endi men bunaqa bema'ni to'palan qilib, qiyshuv qilib, mahallalar to'zdi, bunaqa qilib men endi zaksga bormayman desa, demang, bir deganda odam mana Bishri Xofiy alkash bo'lganlar, avliyo bo'lishlardan avval mayxonadan kelmaganlar u kishi. Ya'ni yalang'oyoq Bishr ismlari Bishr al-Xofiy taxalluslari. Yalang'oyoq Bishr degan. Kayfda kelayotganlarda yo'lda bunday qog'ozda Allohning buyuk la ilaha illalloh kalima kinosini ham ko'rgansizlar. YouTube'ga kirib yozinglar, Bishri Xofiy avliyo kinosidan chiqadi. Shuni olib yuvib, tarab devorga qoqib uxlaydilar, kayfda uxlaydi. Xudo qalbini o'sha uxlaganda qalbini ochib, bizni ismimizni buyuk qilganda endi buni ham buyuk qilamiz. Qulfi dilini ochib aytadilarki, nimaga yalang'oyoqsiz yurasiz? Umrbod yalang'oyoq yurganlarda keyin aytadilarki, Alloh qalbimni ochib Allohimni tanigan kunim oyog'im yalang'oyoq edi. Endi dakansa yalang'oyoq yuraman deganda. Bunda ham bir hikmat bor endi. Bu degani tavba qilgan bola ertadan yalang'oyoq yuring demoqchi emasman. Shuna bo'lsinki, lillah deydi arab tilida. Alloh uchun liboy qilayotgan yomon ish kechaylikda. Tasavvur qiling, siz uchun o'zi bitta ishda turib bersam, o'zi qanday yaxshi ko'rasiz. Menga ham turib bergisi keladi va hokazo. Bitta bandaga qiynalgan kunida deb turib podderishga qilib, oshnadi, hech bo'lmasa shirin so'zi bilan turib bersa, o'zi qanchalar xursand bo'ladi. Ha endi Alloh uchun bitta yomon ish tashlaylikchi. Bir ruscha, men ruschani uncha bilmayman, bir ruschada o'qib qoldim. Agar seni orqangda podderishganda, bu degani krisha bo'lib Alloh turgan bo'lsa, ro'paringda kim bor, senga nima qizig'i bor deydi. Aka bugun shaharda yopti, bayrog'i yopti, tuziyroq ishlaydi yon bilan bitta joyda abid qilib qo'yib, kerak bo'lsa suyini uxlamay yuradigan bolalar bor. Bitta odam bilan yaxshi bo'lib qo'yib. Ha endi o'ylang, u nima rosa borsa joyi kelganda, bo'ldi, biz ukamiz bo'ladi desa, bitta ishimiz tinchishi mumkin. Agar o'sha ham telefonni o'chirib olmasa, hozir alo, siz uchun nizon bo'lib qolyapti. O'sha sizga kelgan muammoni kelishidan oldin ularga yetib bo'ladi. Shuni blok qiladi, endi ish bitib shikal bo'lgandan keyin oshna vaqt aytmasdan turaveradi. O'zi ham yo'qdi biladi hammasi. Shuna tanishlang bo'lsa, o'zidan uchun bilib olinglar. Chunki Luqmon Hakim G'azzoli Ihyo Ulumuddin kitoblarida do'stlik bobida haqiqiy do'stlarni ikkita qo'lga o'xshatganlar. O'ng qo'l va chap qo'l. Aytadilarki, musulmon do'st deydi, o'ng qo'l bilan chap qo'lga o'xshaydi deydi. Senga savol deydi. O'ng qo'lingda ish qilayotganingda deydi, qiynalganingda biror marta chap qo'lingga kel yordam ber deganmisan deydi. Yo'q. Men bananda hozir olib archmoqchi bo'lsam, chap qo'limga aytmayman men. Chap qo'l avtomatik kel uchun ushlaydi. Hayolimga ham kelmaydi bu narsa. Bu nima degani desa, agar siz va men agar haqiqiy do'st bo'lsak boru, siz qiynalsangiz sizga menga assalomu alaykum yo qora aka yo oshna deyish shart emas. Agar men haqiqiy do'st bo'lsam, topib chap qo'ldaqa yo o'ng qo'ldaqa shuni kelaman. Oshna nima muammo? Nima problema? Nima bo'lyapti? Nimaga bunaqasan? Deyish kerak o'zi aslida. Alloh Qur'onda ta'avanu degan, bir-birini podderishga qil degan. Bugunchi qo'pol bo'lsa ham aytaman. Ko't ko'ylayapti musulmon. Musulmonni yutug'ini ko'ra olmaydi. Hasad. Tuziyroqga mashina minsa yonadi. Tuziyroq do'kon ochsa sahar bo'lib qolyapti, yonib kuyganida. Musulmon buni bo'lmaydi. Alloh Qur'onda hammani qalbini bilaman deydi akalar. U bir-birimizga achon-achon qilib, borimiz oshda tuzuymisiz, ko'rinmaysiz. Bu muomalani yetib qo'yamiz bilasizlar endi bu atrofdagilar endi. Keldilar, ketdilar qilib. Lekin agar Xudo saqlasin tilimiz bilan dilimiz, ichimiz bilan tashimiz bir xil bo'lmasa, uni arab tilida munofiq deydi. Qur'onda Xudo
munofiqlarga do'zax va'da qilgan. Shuning uchun bolalar, endi men o'sha botqoq yo'lda yurib, ko'rib, shoq dum chiqmagani uchun ko'rib, real tirik kim desa ko'rsatavering. Bizni mana shu 2-3 ta akalar, mana mashi misolni o'ring. Mana mashi o'sha botqoqlarda yurib ko'rib, keyin Xudoning hidoyat yo'liga o'tib, qaysi yo'l to'g'ri, qaysi yo'lda yutuqqa erishganimizni ko'rib, tirik odam mana sizga real gapirib beryapman shu narsani men sizlarga. Akalar, o tepada aytib eslayinda bo'lsa, Xudo nimani qilmadi, nima planetada undan yomon ish yo'q. Xudo terib hamma yomonni Qur'onda spiskasini nomi bilan aytib qo'ygan. Unaqa yomon ishlarni qilmanglar deb qo'ymagan. Qumor o'ynama degan. Kayib qilma, zino qilma, kazollik qilma, izdivatsa qilma deb aytgan arab tilida. Vaylul likulli humazatil lumaza deydi Xudo Qur'onda. İzdivatsa qilib, laqab qo'yib, ermay qiluvchilarga do'zax bo'lsin deydi. To'g'ri tarozi ishlat biznesingda deydi. Bugun mashinani probegini qaytarayotgan kim? Mushrikmi? Satta o'sha mashina burishdan 80 burish hoji bo'lsa kerak. Qaytaryaptimi? Haromxo'r o'sha hojimi, u kim bo'lsa, soqoli bormi, boshida odobsi bormi? Mashinani probegini qaytarib, naglibdi musulmonga. Tepada aytdim-ku, qo'pol bo'lsam aytaman, musulmon itaryapti deb. Dollar bozor, tilla bozor, temir bozor, taxta bozor, kiyim bozor, nagli Xitoyda chiqqan birka Turkiyaniki deb sotyapti ustivosh burishlar. Men ishim, soham shu bo'lgan uchun bilaman. Temir puri stenkada aldayapti. Boshqa zavod temirini Begavat zavodniki deb sotyapti. 3.2 taxtani 3.5 deb sotyapti. Dollarning farshiyligini bilib turib pachkanchiga tiqyapti. Kim shu? Kim shu? Tasavvur bir musulmon iymondoshini bilib turib qilyapti shu ishni. Bu qani biz islom nimada deb o'ylaydi? Uyda o'lim bo'lsa, to'n kiyib, do'p kiyib turishadi deb o'ylaysizlar bolalar. Yo nikohda prichoska buzilmasin deb do'ppini ham ermay qilib, nima qilib, sekin boshga qo'yib qo'yadi. Kiyma, oshna do'ppini nimani qilib beradi? Al qilib beradi u. Nikoh payti. 37 yil kiyilmagan do'ppini 3 minut kiyib bir narsa o'p avliyo bo'lib qolasan. Shuni islom deb tushunadi. Va bir kun bitta opa kuyov bolani ammasi ekanmi, xolasi ekan, bitta nikohda o'qiyapsam, to'nga oq ip ushab, ton issiqda kunda to'y bo'ldi. Nima qilasiz ton desam, ha kuyovni suv yoqib qo'y. Kim aytdi, yopmasa bo'lmaydi. Yo'qoting to'ningizni. Qo'lingizga nima ip bilan yana oq ipni o'tkazib olibdilar. Ha kuyov bilan to'niga o'tqiz, nimaga o'tkazasizin? Oqliq bo'ladi deydi. Keyin iloji opa iltimos chiqib keting chetdan. Iltimos. Chiqib keting chetdan. Ko'rib, din deb shuni tushunib qoldi bechora. Musulmonlar ko'p. Akalar, din bilasizlarmi nima? Allohning dini bir-birimizga chiroyli hurmat akalar. Allohning dini musulmon uchun jonini ham berib yuborsin. Jonini berib, pulini, vaqtini, bilimini qo'ying, u bir chekka qo'yib turing. Joy kelganda jonini bersin musulmonga. Musulmonda aldamasin. Tasavvur qiling, Liboy bozoriga kiryapsiz, aldanmay chiqyapsiz. Jannat-ku bu. Mol bozoriga kiryapsiz, aldanmayapsiz. Meva bozoriga kiryapsiz. Aka, olmamni usti yaltiraq, lekin ichi achib qolgan aka deyapti nagli. Biz uni odamni jinni o'pibdi deb o'ylaymiz. Aka, bu molim sutini sog'dirmagancha olib chiqib sotyapman deydigan mol purishni qayerda ko'rdingiz? Pul zarilib qoldi, o'zi zo'r molada 72 litr sut beradi. O'zi 700 gram sut beradi o'zi. Kilolab mol sotayotgan. Nima qilamiz? Ertaga olib chiqib tortadiganga suvni ichqizib olib chiqib sotamiz. Qani? Xo'p, kim nima xolasa qilaversa, savol. Musulmonlik qatta bo'lmasin. Qani qatta shuni topaylik. Qatta shu. Hali aytganda uyda ota-onasiga do'q qilib, baqir-chaqir qilib chiqib olib, svitoyim deydigan, publikaga o'ynaydigan. Svitoy bu joyda siz, ras svitoy deyapmiz uyda ham. Xo'p bo'ladi dadajon, chiqmaymi? Xo'p bo'ladi. Onami qovoqlari solingan o'tiribdi, oshni uzr oshga bormayman. Cho'tanito. Onam nastriyal kayfiyatlari yo'q nimagadir. Agar kuldira olsam, boraman oshga. Bo'lmasam uzr. Deb qarasang, ona
g'amgin o'tiribdi. Ha, buva yo ona yo aya, ha, maoshga ketdim. Yep. Mani qattiq gapirib olmayman. Bu ish emas bolalar bu. Xudo Qur'onda bitta gapni gapirdimi, unutmaylik. U sizda menda bo'lishi mumkin, ne seriozli gap. U sizda va menda bo'lishi mumkin, mayda-chuda oldi qochdi gap. Siz bandasiz, men bandaman. Bizda bo'lishi mumkin. Akalar, Allohimiz shuna buyuk zotki, unda mela cho'pga mayda-chuda e'tiborsiz gap yo'q Allohda. Bu nima degani? Qur'on Allohning gapimi? Bu hamma gap seriozli gap bolalar. Ota-onani arab tilida validayn deydi. Ota-ona degani. Bitta aytaman, siz abun va ummun deydi. Dada va ona deydi. Ikkovini bitta qilib olsa validayni deydi, ota-ona deydi. Xudo Qur'onda ota-onangga zo'r qaragin deydi. O'lgandan keyin qo'y so'yib 40 kilo guruchdan desa, oqurug'dan olib kel, zo'ridan olib kel, dasdan olib kel. Qimmat bo'lsa ham gilosni olib kel deb u osh qilib yedirishimiz nima deb o'ylaymiz? Tirikligida to'rtta shashlik olib kelmaganmiz, zo'r qaramaganmiz. Xizmatni qilmaganmiz. Masalan, o'zimga olay shu yomon joyini, xo'p mana qaramadi, o'lgandan keyin ha desa, nima endi 30 donani maydalasangiz 200 kishiga cho'tka ehson bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? Men buni riyo isbotlaman beraman buni. Agar samimiy bo'lganda ota-onasi tirikligida zo'r qarar edi. Bolalar, yigitlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Endi gapirsak gap ko'p. Endi ma'ruzalarimizni ham o'zi ko'p eshitasizlar. Faqat Hazrat Ali gaplarni eslatib qo'y sizlarga. Hazrat Ali aytganlar, gapirayotgan odamni o'ziga qaramanglar, so'ziga qaranglar deganlar. Chunki inson sifatida kimdirlarga meni basharam yoqmasligi mumkin, qilig'im yoqmasligi mumkin, o'zim yoqmasligi mumkin. Shuning uchun chanqadingizmi, u suvni piyalada beradimi, baklashkada beradimi, bonkada beradimi, ichamiz u. Men bonkamanmi, baklashkamanmi, piyalamanmi, menga qaramanglar. So'zimga qaranglar. Mana bir emas, ikkita kamera bor. Liboy temada yoqmagan, noto'g'ri deb isbotlab bersangiz, tikka turib qo'limni ko'ksimga qo'yib, imindan sizdan uzr so'rayman. Agar isbotlab bersangiz noto'g'riligini. Mana bu Qur'on, bu hadis, bu qonunimizga mana to'g'ri kelmaydigan gapni gapiribsan-ku deb isbotlab bersangiz, bunday qo'limni mendan 20 yosh kichik bo'lsa ham, uka uzr. O'sha kuni gapirib boribman. Biror kun kombinatda to'y bo'lganda o'shanda uzrimni so'rab qo'yaman, yana alohida deb uzr so'raveramiz. Deganim dinimizdan 1 mm o'ngga, 1 mm chapga chiqqanimiz yo'q. Faqat sodda o'zimizni tilda tushuntiraman, tushuninglar degan ma'noda. Akalar, o'zing yaxshi ko'rganda boshqaga ravo ko'r deganlar, akalar. Jannatni yaxshi ko'ramiz-da. Mana siz libboylaringga olib bor, assalomu alaykum, oshna yaxshimiz. Jannatni yaxshi ko'rasizmi desam, ha deysiz, men ham yaxshi ko'raman-da. Do'zaxga tushgingiz kelmaydimi desam, yo'q deysiz, men ham tushgim kelmaydi-da. Lekin sizlardan ko'ra hali madrasada o'qiganim uchun, ikkita madrasada o'qiganman. Sizlardan ko'ra Qur'on, hadisni yaxshiroq bilganim uchun jon kuydirib gapiraman. Jon uka, jon aka deb biz endi iltimos qilamiz xolos, endi buyruq bera olmaymiz, shuna deb gapiraman. Sog' bo'linglar, duo qilaylik. Bu ukamiz Ziyovuddin baxtlik bo'lsin ilohim. O'sha nikohlari muboraklik, barakotlik bo'lsin. Allohning omonati deb qabul qilib, zulm qilmasdan, payg'ambar alayhissalom ayollariga chiroyli munosabatda bo'lganlar, xuddi shunday munosabatda bo'lib, chiroyli, baxtli hayot kechirishini Alloh o'zi nasib qilsin. Kelajakda ota-onalarga rahmat olib beradigan kelin-kuyovlar bo'lsin ilohim. Bu kelin-kuyovlarimizni ota-onalarini, opa-dada katta buvalarini Alloh salomat qilsin, ko'p yillar bularga bosh bo'lib, duogo'y bo'lib yursin. O'tgan opa-dadalarini Alloh oxiratlarini obod qilgan bo'lsin, yotgan joylarini jannat bog'laridan qilgan bo'lsin ilohim. Bu joyga hurmat qilib kelgan hammalaringga rahmat. Endi bu bizni to'yimizdagi, endi jiyanimiz uylanyaptilar. Sizlar mehmonsizlar, biz mezbonmiz. Kelin tomonda ham hozir bildim. Biz o'zimizni qarindoshlar ekan. Qadamlaringga hasanot, sizlarga rahmat. Ichimizda qarzdor bolalar bo'lsa, Xudodan so'raylik ilohim, yordam bersin, qarzlaringdan qutulinglar ilohim. Ish yurmayotgan do'stlarimiz bo'lsa, Xudodan so'raylik. Xudo bizni eshitib turibdi ilohim, Allohim o'zing mehribonsan. O'sha do'stlarimizni ishlariga o'zing barakotlar bergin, saxiy boylardan bo'lsin. Birorta muammosi borlar bo'lsa, Xudodan so'raylik, muammolariga chiroyli yechim bergin ilohim.
Farzand talablar bo'lsa, ilohim solih o'g'il, soliha qizlar bersin. Uylanmagan bolalarga eslik, xushlik, ibolik, soliha kelinlar bersin. Otasi, onasi o'tganlarda oxiratlarni Alloh obod qilgan bo'lsin. Ota-onasi hayotlarida ilohim baxtlaringga ota-onalaring salomat qilsin. Sizlarga ularda zo'r xizmatlarni qilib, roziliklarini olib, duolarni olib, sizlarga ko'p yillar nasib qilsin ya arhamar rohimin. Rahmat hammalaringga, sog' bo'linglar.